Assalomu alaykum Dreyfus kanal tomoshabinlari. Ko'pchilik podpисчикларimizni talablarini inobatga olib, Rossiyada prava olish bo'yicha ikkinchi video rolikimni chiqarishga qaror qildim. Bu videoda Rossiyada prava olish bo'yicha qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'taman va o'zimda bo'lib o'tgan praktikalarni tushuntirib o'taman. Qaysi joyga borib ekzamen topshirganingiz ma'qul. Avvalambor o'zingiz yashaydigan registratsiyada o'tgan joyni g'oyasini borib topshirsangiz ishingiz boshqa yerga qaraganda sal tezroq bitishi mumkin, lekin ko'pchilik g'oyalar ekzamen отделіне borsangiz muomalasi nol, gaplashasiz kamaydi va o'chirib ko'p bo'ladi katta shaharlarda. Shuning uchun agar u yerlarda ishingiz bitmasa, iloji bo'lsa sal kichikroq shaharchalarda ekzamen topshiradigan odamlar kamroq joylarga borib topshirsangiz osonroq ishingiz bitadi. Siz aytgan dokumentlarni registratsiyangiz bo'yicha borib to'g'rilasangiz, ishingiz tezroq bitadi va любой joyga borib dokument topshirishingiz mumkin. Dokument topshiradigan joyning farqi yo'q, faqat registratsiyadan o'tgan joyingizdan medspravka to'g'rilashingiz kerak. Shu yerga e'tibor bering. Joyga borib dokument topshirganda go'suslik orqali yozilib boring. Go'suslik orqali yozilib, shu yozilgan kunisi borib dokument topshiring. Dokument topshirganda go'suslik orqali birinchi получение emas. Unday deb topshirsangiz avtoshkoldan qog'oz so'raydi. Получение degandan keyin chiqadi, darsi hozir to'liq yodimda yo'q. Zamena или получение bor. Zamenaga bosasiz, keyin chiqadi na основание иностранного deydi. Shu yo'l bilan darsi davom etib ketaveradi. Shuni e'tibor bering, bo'lmasa boshqa xato to'ldirsangiz avtoshkoldan qog'oz olib kelib so'rashlari mumkin. Ko'p odam kommentariyada yozib qo'yadilar. Shuna e'tibor bering. Hamma dokumentlarni olib, go'suslik orqali joyga yozilganda joyini adresini tanlaysiz, o'zingiz borib topshirmoqchi bo'lgan ish shunga qarab, keyin dalcha go'suslik orqali to'ldirib qolaverasiz. Har bir masalan medspravkaning qog'ozlari bo'ladi, pasport nomerlar, pravaniki, переводлari shularni to'ldirish jarayonida e'tiborli bo'ling. Xato etmaysiz, harakat eting. Xato bo'lsa o'zingizga sal qiyin bo'lishi mumkin. Ya vaqtni cho'zib ketadi. Shularga e'tibor bering. Keyin ko'rgan videomizda ko'p podpисчикlarimiz savol berdi. Shu savollarga qo'ldan kelgancha javob berib o'tamiz. Kommentariyada yozibdilar. Agar sizlar ham savollaringiz bo'lsa, videolarimiz ostida kommentariyaga yozinglar, qo'ldan kelgancha javob berib o'taman. Lekin muxlislarimiz rahmat aytibdi, minnatdorchilik bildirib, podpисчик etibdilar. Hammaga katta rahmat, qo'llab-quvvatlab, videomizga like bosganlaringiz uchun, yaxshi kommentariyalarınız uchun hammangizga katta rahmat. Sizlarning podpисчиklaringiz bizlarga kuch bo'ladi, toza videolarni qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat etamiz. O'zingiz qiziqtirgan savollar bo'lsa beringlar, takliflar bo'lsa bemalol yozaveringlar, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat etaman. Bu bugungi ikkinchi videomiz ham shu kommentariyada ko'p savollar bo'lgani uchun shularga qo'ldan kelgancha javob berish uchun chiqarib turibman. Hammaga katta rahmat. BS pravani qanday olsa bo'ladi? BS pravani xuddi shu yo'l bilan olasiz, faqat BS kategoriyani olsangiz, unda уже praktika qo'shiladi, yezdi. Yezdidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Yezdidan o'tish qiyinroq sal. Ko'p joylar spesialniy yiqitadi, o'tirmaydi. 1-2 so'm pul berib gaplashish kerak bo'ladi, lekin u ham qiyinroq jarayon. Men u tema bo'yicha bir narsa deb bilaman. Men o'zim o'qidim yo'q bu bo'yicha, shuning uchun bir narsa deb maslahat berib bilaman. Qaysi pasport перевод? Zagranmi deb. Endi Rossiyada yuribsiz, zagran pasportni перевод qilasiz, faqat zagran pasport. O'zbek pravasi u yerda o'tmaydimi? Faqat taksida ishlasangiz o'zbek pravasi o'tmaydi. Taksida ishlash uchun rossiyskiy prava kerak. Yandex haqida to'liq obzor qiling, to'liq ish kunini xudo xolasa qilamiz tez orada. Siz pravani Moskvada oldingizmi debdi. Moskvada oldim, Moskva viloyatida, Moskovskiy oblast, Dimitrov shahrida oldim. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men prava olgan harakat qilganman, medspravka 086 tayyorlayman. Yandexdan gayiga deb 03 spravka deb turibdi. Qaysisini tayyorlayman? Iltimos yordam bering. Bu 086 Yandexda gayiga degan yo'q bunaqalar. Faqat medspravka. Medspravka psixolog, narkologning zaklученияsi bilan registratsiyadan o'tgan joyingizdan. Faqat shu kerak. Yandexda men medspravka so'rayman. Yandexda faqat O'zbekistondan va Rossiyadan sudlanmaganlik haqida spravka so'raydi. O'zbekistondan ham spravkani olganda rus tilida oldirishingiz kerak. Yagona darchadan ya bo'lmasa shuni sayti mygov.uz dan rus tilida chiqartirib olsangiz bo'ladi.
Assalomu alaykum aka, Moskvani qayerda olsa bo'ladi? Menda mespravka bor, Gayga borsam avtoshkoladan qog'oz kerak deb qaytardi. Pravam O'zbekistonga bo'lsa. Avtoshkoladan qog'oz olib kelsa, siz Gosuslukadan Gayga yozilgan vaqtda avtoshkola orqali prava olish, birinchi prava olish deb shu yerni bosgansiz, shuning uchun sizda avtoshkoladan qog'oz so'rab turibdi. Получение или заменаga bosgandan keyin zamena на основании иностранного водительского права deb chiqadi. Shu yerni bosib, keyin dashni to'ldirasiz. Siz shu yerni xato qilgansiz. Shuning uchun avtoshkoladan qog'oz so'ragan. Vид на жительство bilan olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bez ekzamen borasiz, olasiz. 1-aprelgacha 2025-yil. Uka, men bunja 2024-yil 8-oy 11-hissasiga olganman. Endi prava olishim kerak. Nima qilsam bo'ladi? Aytganimdek, period pasport, period prava, Metspravka registratsiya joyida olib borasiz. Xalangaingizga borib dokumentni topshirasiz. Bez ekzamen 1-aprelgacha olib ketib bilasiz. Aka, dostavka qilaman desa, rus prava bo'lishi shartmi? Rus pravani oddiy periodni qilib ishlasa bo'ladimi? Bo'ladi. Dostavka boshqa sohalarda ishlasangiz, shoför bo'lib, rossiyskiy prava shart emas, faqat taksida. Lekin rossiyskiy period bilan rossiyanchada period qilingan periodi, pechati pravangiz periodining yonida olib turing. Har ehtimolga qarshi. Staj pravaga olingan vaqtdan hisoblanadimi yoki nomingizda mashina yoki nomingizga доверенность bo'lishi kerakmi? Keyin Yandexda ishlash shu staj kerakmi? O'z pravadagi staj o'tami stajga Rossiyaga? Aytchakim, Rossiya prava olib siraz ish boshlasa bo'ladimi? Rossiyani pravasini olgandan keyin siraz ish boshlab bilasiz. Masalan, men pravamni oldim. 2015-yilda olgan o'zbek pravani shu pravadagi stajdan to'liq tushgan 100%. Sizlarga ham shunday bo'ladi, shunday bo'lishi kerak. Pravani olib, siraz ish boshlab bilasiz. Keyin B1 va M kategoriyalari yozilgan. B1 M kategoriyalari yozilgan qo'shimcha. Buna hech qanday to'lov qilmadim. Men ekzamen topshirmadim. Hozir shu ekzamen topshirganimda shu nalarim kategoriyalar qo'shimcha yozib berildi. Keyingi masala, Gayga faqat 2000 rubl to'lovi bor. Boshqa hech kim to'lovi yo'q. 2000 rubl to'lovi. Kommentarlarni o'qishni davom etamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men bu pravani 2014-yil olganman, yangi pravaga topshirib 2024-yil almashtirib oldim. 24-yil olingan deb turibdi. Staj shunaqa qanday hisoblanadi? Shunda qanday hisoblanadi? Unda Gayga xato qilgan bo'lishi mumkin. Yangi prava olgandim deb sizlar shu olgan kuningizni hisoblab yozgandi. Lekin iloji bo'lsa Gayga borib, stajingizni yozdirib oling almashlab. Bu yerda Gayga xato qilgan, siz emas. Assalomu aka, meni o'zbek pravam bor. Ruschani zo'r bilaman. Qanday olsam bo'ladi? Iloji bormi? Iloji bor. Shu videoda tushuntirib o'tdim. Yaxshilab bu video oldingi videomizni to'liq boshidan oxirigacha e'tibor berib tomosha qilsangiz, xudo xolasa to'liq ma'lumotni olasiz. Assalomu alaykum aka, ishlar yaxshimi? Men fevralda Moskvaga boraman, Yandexda ishlamoqchiman. Qaysi taksiparkni tavsiya qilasiz mashina olishga? O'z pravam bor, 7 staj, ruskiy prava olish kerak, yordam bera olasizmi? Men Gayda tanishlarim yo'q. Hozircha yordam berib bilinman. Shu videomdagi ko'rsatmalarga amal qilib, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olib, xudo xolasa Gayga borib dokumentingizni topshiring, ekzaminga tayyorlanib olasiz 100%. Hozircha pul bilan o'tirib beraman, tanish-bilish qilib beraman deb bilinman. Taksipark bo'yicha ham hozircha bir narsa deb maslahat qilib bilinman. Keyinchalik yaxshi variantlar bo'lsa, shu kanalga video qilib boramiz. Kanalga podpisatsiya bo'lib, o'z fikrlaringizni, qiziqtirgan savollarni kommentariyada yozib boring. Yandexda ishlab bo'lmaydi-ku baribir deb yozibdi bu odam. Yandexda rossiyskiy prava olib ishlab bilasiz, faqat Rossiyaning ba'zi bir regionlarida chet el fuqarolarini taksida ishlashga ruxsat yo'q, patent asosida. Agar vид на жительство bo'lsa, ERUF bo'lsa ishlashi mumkin. Faqat patent asosida ishlasha ruxsat yo'q. Masalan, Krasnodar shahrida ofitsialni ishlab bilmaysiz. Men 19-yilda ishlaganman, hozir endi ishlab bilmaysiz. Patent asosida. Vид на жительство bo'lsa ishlashingiz mumkin. Без problem. Без prava qanday olsa bo'ladi? VNJ bor debdi birisi.
Biz prava faqat avtoshkolada o'qiysiz, okuldan qog'ozingizni olib borib olasiz. Boshqa yo'li yo'q. Nomeringizni yozib tashlang, maslahatlashish kerak. Oldindan rahmat deb. Endi nomerim yozib bilaman. Har bir odamga savollarga javob berib bilaman telefonlarına. Shuning uchun ishda bo'lib qolishimiz mumkin, rulda bo'lib qolishimiz mumkin. Bizlarga sal noqulaylik bo'ladi. Shuning uchun kommentariyada yozing, qo'ldan kelgancha kommentariyada javob beraman. Ko'p savollarni yig'inlab, pryamoy efir qilamiz. Pryamoy efirda ham javob berishga harakat etaman. Hozircha telefon nomerim qo'yib bilaman. Prosta ishda xalaqit berishi mumkin. Javob berib bilmasligim mumkin. Men Moskvadaman, menga almashtirib beramiz dedi-yu. Almashtirib beradi, kerakli dokumentlarni olib boring, almashtirib beradi. Unda almashtirib beramiz degan joyi yo'q. Endi Moskvada ko'p отделенияларына borsangiz, muomalasi yo'q. Chet el fuqarolarini yomon ko'z bilan qaraydi, gaplashgisi kelmaydi. Shuning uchun normal ruschani biladigan odam bilan borsangiz yaxshi, yo bo'lmasa boshqa отделениyaсына borib ko'ring. Ruschani yaxshi bilmasangiz, gapni tushuntirib bilmasangiz, muomalasi yomon bo'ladi. Men hattoki ruschani bilaman, men bilan yaxshi muomala etmadilar. Birinchi borgan joyimda, keyin ikkinchisida zo'r muomala qildilar. Joylari zo'r ekan. O'qiganman, vojeniya avtomobilidan o'tolmayman. Endi unga tayyorlanish kerak. Tayyorlanib o'tishga harakat qilish kerak. Iloji bo'lmasa endi tanish bilish qilasiz. Vojeniyadan men ham oldin o'tolmaganman, Rossiyanikidan. Spesialniy yiqitadi. 99% vaziyatda yiqitadi, bir menda emas, ko'pchilik odamda shunday bo'lgan. Endi uni bir narsa deb bo'lmaydi. Rossiyada ularning sistemasi shunday. Yana bir qiziq tomoshabinimiz yozibdi. Ko'p blogerlar noto'g'ri ma'lumot bergan deysan, seni shevanga tushunib bo'lmaydi-ku. O'zbekchani o'rgan debdi. Men o'zbekcha gaplab turibman, nemischa gaplamadim, yo bo'lmasa kitalcha gaplamadim. O'zbekcha Xorazm shevasida gapladim. Keyin men O'zbekiston televideniyasidan gaplab turganim yo'q, o'zbek adabiy tilida gaplashga majbur emasman. O'zbek adabiy tilida yaxshi gaplab bilaman. Shuning uchun men o'zim o'zbekcha, xorazmcha shevamda gapladim. Lekin mana bu xorazmcha shevamda gaplaganim ham qirg'izlar ham tushunib turibdi, tojiklar ham tushunib turibdi, turkmanlar ham kimga bu ma'lumot kerak bo'lsa tushunib turibdi. Endi ba'zi bir sal saviyasi past odamlar tushunmasligi mumkin. Endi ularga o'zlarining problemasi tushunmasa. Men o'zbek adabiy tilida gaplashga majbur emasman. Keyin bu videoni chiqarishdan maqsad men YouTube pul to'lamaydi, bir reklama uchun pul berib turgan yo'q. Men faqat qo'limdan kelgancha tushuntirish berib, manfaatli bo'ladigan informatsiyalarni berib o'tishga harakat etdim. Menga hech kim pul to'lamaydi, yo bir foydasi yo'q. Prosta qo'limdan kelgancha biror bir yordami tegsin. Olib bilmay yurgan odamlar olsa olsin, qo'limdan kelgancha bir tushuntirish berib o'ting degan ma'noda chiqarganman. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar ham aytdim. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga podpisatsiya bosib qo'ying. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha toza videolarni chiqarib boramiz. Qiziqtirgan ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyaga yozing, ularga javob berishga harakat etib o'tamiz. Hammaga rahmat, podpishka uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.